Assalomu barchaga. Hali 2024-2025-yil imtihonda tushgan savollarni tahliliga ulgurmay qoldik. Sababi o'quvchilar ko'payib ketdi. Xonamizga havo yetishmovchiligi paydo bo'lganiga o'quvchilarimiz sal zerikib qoldi. Shu sabab 2023-2024da tushgan savollar tahlil qilib berdik, lekin 2024-2025 qoldi. Asosiy savollar shu savollar, chunki o'tgan yilgi savollarga bu yilgi savollar yaqin bo'ladi. Shuning uchun har bitta o'quvchiga maslahat beramiz, yaxshiroq o'rganib, yaxshiroq tahlil qilib, kerak bo'lsa 3 marta, 4 martadan qaytadan yechib, keyin imtihonga kirsa payshanba kuni inshaalloh manfaatli bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi savol 1 million deyapti. Millionda 6 ta nol bo'ladi, mana. 3 ta, 1 2 3 6 ta. 1 milliondan 800 ga kam. Ya'ni 800 ga kam degani 1 milliondan 800 ni ayirishimiz kerak ekan. Ayirib olsak 0 0 10dan 8 ayirsa 2 9 9 9. Mana shu javobni qidirishimiz kerak ekan. 999200 degan javobimiz C variantida turibdi. Demak, birinchi savol javobi C ekan. Ikkinchi savolimiz. Demak, ayni bir kunda 11:25 dan 14:15 gacha necha sekund bor deyapti. Demak, 14:15 dan birinchi navbatda 11:25 da ayirib olamiz. Ya'ni qancha vaqt borligini topish uchun. Endi qaranglar, 15 dan 25 da ayirsa bo'lmaydi. Shuning uchun 15 soatdan qarz so'raydi. Bitta qarz so'rasa, 1 soat o'zini qarz qilib bersa, minutga 60 minut qo'shiladi. Chunki bu 1 soati 60 minut. Demak, mana undan bitta qarz berib yuborsam, 13 qoladi. Buni 60 i bunga qo'shilsa, bu 75 bo'lib qoladi. 75 dan 25 da ayirsa 50. Hop, 13 dan 11 da ayirsa 2. Demak, jami hisobda 2 soat 50 minut ekan. 1 soatimiz 3600 sekund. 2 soatimiz 3600 kara 2 7200 sekund. Xo'p, va 50 minutimiz 50 kara 60 sekund bo'ladi. Chunki 1 minutimiz 60 sekund. 5 kara 6 30, 2 ta nol bor. Demak, 3000 sekund ekan. 3000 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, umumiy hisobda 0 0 2 10. 10200 sekund chiqar ekan. 10200 sekund degan javob D varianti turibdi. Demak, D variantini tanlaymiz. Xo'p, keyingi savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 3-chi savolimizda aytayapti, hisoblang ekan, ya'ni rim raqamlariga doir savol ekan. Demak, bu savolda mana bu C da qiymati bizda 100 ga teng. 100 x qiymati 10 ga teng, bu ham 10 ga teng. Mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi 1 kelyapti, keyin 5 kelyapti. Demak, birinchi katta, keyin kichkina kelsa, qiymatlar qo'shiladi. Lekin birinchi kichkina, keyin katta keladigan bo'lsa, unda qiymatlar ayriladi. Ya'ni hozir aytdi, birinchi 100 kelyapti, keyin 10 kelyapti, 10 kelyapti. Ya'ni 100 10 10 120 bo'ladi jami. Lekin mana 1 kichkina, keyin katta kelyapti. Shuning uchun 5 dan 1 da ayirib turib, mana uni qiymatini 4 deb olishimiz kerak. Xo'p, demak, bu 124 ekan. Bundan ayrayman ekan, mana x da qiymati 10, c da qiymati 100. Mana birinchi katta, keyin birinchi kichkina, keyin katta keladigan bo'lsa, men 100 dan 10 dan ayirib turib, mana bu ikkalasini 90 deb yozib ketaman. V da qiymati 5, mana uning qiymati 1. Demak, qo'shsak 6, mana u bilan 96 bo'lar ekan. Demak, 124 dan 96 ni ayirsa nima chiqadi deyapti ekan. Bitta qarz olsak 14, 14 dan 6 ni ayirsak 8, 11 dan 9 ni ayirsak 28. Demak, 28 degan variantni qidiramiz endi. Mana misol uchun javobni qarasam, 10 15, ya'ni 25, 26 27 28 javobga to'g'ri ekan. Demak, javob to'g'ri ekan. Xo'p, keyingi savolimiz, 4-savolda qaraydigan bo'lsak, Asila ro'parasi 32 yoshda. Mana Asila 32 yosh. Mana shunaqa misollarga chekanda har bitta ma'lumotlarni yozib olib, keyin yetsanglar yaxshiroq, foydaliroq va yaxshiroq chiqadi. Ya'ni konkret chiqadi birlariga. Asila ro'parasi 32 yosh, Otabek esa undan 12 yosh kichik. Otabek kichkina ekan. Bundan 12 yosh kichkina bo'lsa, 32 dan 12 ni ayiramiz. Otabek 20 yosh bo'ladi. Nodir esa Otabekdan 2 marta katta. Nodir Otabekdan 2 marta katta bo'ladigan bo'lsa, Nodir 40 bo'ladi. Malikadan esa 10 yil yoshroq. Ya'ni Nodir Otabekdan 2 marta katta, lekin Nodirning o'zi Malikadan 10 yil yoshroq. Ya'ni Nodir yosh ekan. Demak, Malika nima bo'ladi desa, Nodir 10 yil, Malika 10 yilga kattaroq bo'ladi. Malika va Otabekning yoshlari yig'indisi. Malika va Otabekning yoshlari yig'indisi nima chiqadi deyapti? 70 chiqadi deymiz ona. To'g'ri javob B. Xo'p, keyingi savolimizga qaraydigan bo'lsak, hisoblang. Mana har yil imtihonlarda juda ko'p tushadigan misollardan bittasi kasallarni hisoblash, ayirish bo'ladi yoki qo'shish bo'ladi. Birinchi navbatda buni hisob-kitob qilish uchun mana bu berilgan ifodani noto'g'ri kasrga to'lamiz. 8 ni 1 ga ko'paytirib 5 ga qo'shamiz. 8 kara 1 8, 5 ni qo'shib yuborsak 13.
13 taqsim 8dan ayirayman ekan 6 taqsim 8ni 13 dan 6ni ayirsa 7, mahraji o'zi bir xil bo'lgani uchun bitta qilib yoziladi. Javob 7 taqsim 8 ekan. Keyingi savol har yil tushadigan oson savollar toifasidan bittasi oddiy qiymatlarni beradi-da, shu ifodaning qiymatini so'raydi. P da qiymati 6 bo'lsa, deyapti. Q da qiymati 30 bo'lsa, 30 bo'lib P da qiymati 6 ko'paygan 3 ni hisoblang, deyapti mana. Demak, 30 ni 6 ga bo'lsa 5. 5 ni 3 ga ko'paytirsa 15, 15 ga 6 ni qo'shsa 21. Mana to'g'ri javob B bo'ladi. Keyingisi 7-savolga qaraydigan bo'lsam, 3 litr qizil va 4 litr sariq rangni aralashtirib bo'yoq hosil qilindi. Ya'ni qizildan 3 litr olishibdi, sariqdan 4 litr olishibdi. Xo'p, ya'ni bu yerda umumiy hisobda 7 litr aralashma bo'ldi. 7 litr aralashma tarkibida bizda sariq rangdan 4 litr bor. Sariqdan. Endi aytyapti, xuddi shunday aralashmadagi bo'yoq tarkibida 24 litr sariq bo'yoq bo'lsa, deyapti. Xo'p, necha litr qizil rang bor, deyapti ekan. Necha litr qizil rang bor? O'zi aslida umumiy hisobda qancha bo'yog'imda 24 litr bo'ladi. Mana 7 litr bo'yog'imda 4 litr bo'layotgan bo'lsa, mana buni 6 ga ko'paytirib yuborsam, 6 kere 4 24, 6 kere 7 42 litr bo'ladi. 42 litr bo'yog'imda 24 litr sariq bo'yoq bo'ladi. Endi jami 42 litrni 7 litrida qizil bo'yoqdan 3 litr bo'lsa, unda 42 litrda qizil bo'yoqdan qancha bo'ladi? Mana buni qizil bo'yoq. Demak, 7 ni 42 ga aylantirish uchun 6 ga ko'paytirib olishim kerak. 6 kere 7 42, 6 kere 3 18 litr bo'lar ekan. To'g'ri javobim B ekan. Keyingi savol. Xo'p, quyidagi son nurini bir qism berilgan rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib n ning qiymatini toping deb qo'yibdi. Mana har yil tushadigan savollardan bittasi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz mana bu oraliq bitta, ikkita qismdan iborat bo'lyapti. Ikkita qismdan iborat bo'lsa, bitta qismning uzunligi qanchaga teng? Shuni topib olishimiz kerak. Uni topish uchun mana 8,6 dan 708 ni ayiramiz. 8,6 ayrilgan 7,8. 6 dan 8 ayrilmaganimiz uchun bitta qarz oladi. 16, 16 dan 8 ayirsa 8, 7 qoldi. 7 dan 7 ayirsa 0. Virgulani shuni tushadi. Ikkita oraliqda qiymati 0,8 ga teng ekan. Mana bu joylar, demak har bitta oraliq 0,4 dan ekan. Ikkita oraliq 0,8 bo'lsa, mana 0,4 makkacha ham 0,4. Xo'p, demak, n da qiymatini topish uchun men 708 dan 0,4 orqaga qaytarishim kerak ekan. Demak, 708 dan 0,4 orqaga qaytaraman. Qaytarib oladigan bo'lsam, 4, mana bu yerda 7, ya'ni 7,4 degan javob qoladi. 9-savolda qarasam, mana o'tgan yil tushgan savollardan eng osonlardan bittasi 8 ta bir xil quti va 2 ta bir xil yashikning og'irligi. Mana qutini bittasini og'irligini x kilo bilan, yashikning bittasini og'irligini y kilo bilan belgilasam, tenglama tutsam bo'ladi. 8 ta bir xil quti 8x kilo bo'ladi. Hop, 2 ta bir xil yashik, ya'ni 2y bo'ladi. Bu 240 ekan. Endi 2 ta bir xil quti og'irligi 32. Demak, 2 ta bir xil quti, ya'ni 2x 32 ekan. Bu yerdan x 16 ligini topib olsam bo'ladi. X ta qiymati 16 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga qo'yamiz x o'rniga 16 ni. Qo'shilgan 2y 240 degan tenglama hosil bo'ladi. Demak, tenglamani yechish uchun 8 dan 16 ko'paytiramiz. 80, 48, 128 qo'shilgan 2y 240, 2y barobar 128 bu yoqqa o'tadi. Oldida plyus ishora bo'lgani sababli minus bo'lib o'tadi. 240 ayrilgan 128. Ondan 8 ayirsa 2, 3 dan 2 ayirsa 1. Mana 1. 112. Y da qiymati 112 ni 2 ga bo'lsam 56. Demak, y da qiymati 56 ekan. Bizdan nima so'rayapti? Bitta yashik og'irligi. Bitta yashik og'irligi y edi. Demak, to'g'ri javob C ekan. Xo'p, keyingisi 10-savolga qaraydigan bo'lsam, 10-savolda aytyapti, tenglamani yechimi qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan. Qarang, mana bu yerdan har yil beriladigan savollardan bittasi shu. N da oldida minus ishora bo'lsa, birinchi navbatda uni plyus qilib olish kerak. Plyus qilish uchun 54 ni oldiga olib o'tib olamiz shuni. Mana 54 minus n bo'lib 18 plyus n bo'lib 18 bo'lib o'tadi endi. Mana bu 54 ni oldida ko'rinmaydigan plyus ishorasi bor. Bu yoqqa o'tganda 677 ayrilgan 54 bo'lib o'tadi.
Ayrimiz 7dan 4 darsi 3, 7dan 5 darsi 2, 6 barobar n bo'luv 18 yoki buni hozir mana bu ko'rinishda qilib qo'yibdi-yu. Shuning uchun bunaqa qilmasdan bunday qilamiz buni. 677 barobar 54 qo'shuv n bo'luv 18 deymiz. Bu yoqqa o'tsa 677 ayru 54 teng n bo'luv 18 bo'ladi. Bo'luv 18 bu yoqqa ko'paytirib bo'lib o'tsa 677 ayrilgan 54 ko'paytirilgan 18 teng n bo'ladi. Mana shu variant qidiramiz. 54 ko'paygan 18 va javob turibdi. Hop, keyingisi 11-savol. 11-savolimizda taqqoslashlardan qaysilari to'g'ri? Mana qarang, bu yerda 3 ga 3 bo'lsa 1. 1 katta 1dan deyapti. Bu to'g'rimi? Yo'q, xato. Ikkinchisida mana 1 katta 8/9 dan deyapti. 1 ning qiymati o'zi 9/9 degani. 9/9 8/9 dan aniq katta, bu to'g'ri. Endi 1/6 1/3 dan katta deyapti. Mana misol uchun mana mahrajini 2 ga ko'paytirib 1/6 katta 2/6 deb yozib olsam bo'ladi. Mana 6 dan 1 6 dan 2 dan katta deyapti. Yo'q, bu narsa xato. Shuning uchun ikkinchisi to'g'ri bo'ladi. Faqat 2 degan variant D ekan. Xo'p, 12-savol. 50 km/soat tezlikka ega poyezd 725 km masofani qanchada bosib o'tadi deyapti ekan. Demak, tasavvur qilinglar, mana poyezdning tezligi deganda nima tushunamiz desa, 50 km/soat degani poyezd 1 soatda 50 km yuradi degani. Ya'ni soatiga 50 km harakat qiladi. Endi 1 soatimiz 60 daqiqa, ya'ni 60 minutda 50 km yurar ekan. 725 km masofani bosish uchun qancha vaqt kerak? Qancha minut kerak deydi birinchi. Proporsiya qilamiz. X da 50 ga ko'paytmasi 60 da bunga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Mana x ko'paygan 50, 60 ko'paygan 725. Buni ishlash uchun mana ko'paytiruvlik bu yoqqa olib o'tamiz. 60 ko'paygan 725 bo'lingan 50 bo'lib qoladi. 0 bilan 0 ketadi. 725 ni 5 ga bo'lib o'ramiz. Xo'p, bitta bor. 22 ning ichida 4 ta bor, 25 ning ichida 5 ta bor. 145. 6 kere 145 qolar ekan. Demak, x ning qiymati 145 kere 6. 6 kere 5 30. 6 kere 5 30. 3 dilda 6 kere 4 24, 27, 2 tilda 6 kere 1 6, 870 minut. 870 minutda demak soatga o'tib qo'yishimiz kerak ekan. Shuning uchun 870 ni bo'lib o'ramiz. 60 ga soatga o'tish uchun minutdan soatga o'tish uchun 60 ga bo'lamiz. 1 kere 60 60. Hop, ayiraveradigan bo'lsak 27, 0 yordamga tushadi. 4 dan beramiz. 4 kere 60 240. Ayirsa 30. Ya'ni 14 soat chiqar ekan-u 30 minut oshib qolar ekan. Demak 14 soat u 30 minut degan variantni topamiz ekan. Mana 14 soat 30 minut degan variant javob ekan. Keyingisi, xo'p, 13-savolimizda aytyapti. Shaffof oynadan yasalgan parallelepiped berilgan bo'lib, uning ichida 9 ta kub rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilgan. Agar kubning qirrasi 1 bo'lsa, ya'ni e'tibor beringlar. Mana 1 ekan, mana ham 1 ekan, mana ham 1 ekan. 1 1 1 1 1 1 1 1. Parallelepiped hajmini toping deyapti. Demak, mana bu tomon 3. Mana bu tomon 3. Tepa tomoni 1 2 3 4 5. 5. Hajmini topish uchun A, B, S ni ko'paytiramiz. 3 3 5 ni ko'paytiradigan bo'lsak 9 kere 5 45 bo'lib qoladi hajmi. Xo'p. Demak, to'g'ri javob D variant ekan. Hop, keyingi misolga o'tamiz. 14-savolimizda supermarketda 1,4 kilo shakarning narxi 1400 so'm ekan. Endi 1,1 kilo shakarning narxi qancha so'm deyapti. Mana buni ham proporsiya qilib qo'ysak bo'ladi. Mana uni 1,1 da x ko'paytmasi 1,1 ni 1400 ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Mana buni ishlash uchun birinchi navbatda noto'g'ri kasrga o'tamiz. 4 kere 1 4, 5/4 ko'paygan x. 2 kere 1 2, 3/2 ko'paygan 1400. Xo'p, demak, yetish uchun x barobar mana 1400 ni 2 bo'lsa 700. 703 ko'paytirsak 2100. 2100 mana ko'paytirib bu yoqqa bo'lingan 5/4 bo'lib o'tadi. 2100 bo'lovimiz ko'paytiruvga o'tganda teskaramachaga o'ntiriladi, 4/5 bo'lib qoladi.
Demak, 2100 ni 5 ga bo'laveramiz. 21 ni ichida 5 talidan 4 ta bor, 2 ta bor, 0 ta bor. 420 ni 4 ga ko'paytirsak, 4 kere 0 0, 4 kere 2 8, 4 kere 4 16. 1680 so'mga kelib chiqadi. To'g'ri javob A. Keyingi misolimiz 15-savolimizda demak aytilyapti n natural son. N sonini 8 ga bo'ldik, 6 qoldi. N plus 10 sonini 8 ga bo'lsak, qoldig'i nima qoladi deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, n sonini 8 ga bo'lsa 6 qoldi. Misol uchun n ni qiymatini 14 deb tanlaylik. 14 ni 8 ga bo'lsam bitta beriladi. 8 ayirib yuborsam 6 qoladi. N ni qiymatini 14 deb tanlasam, 14 ga 10 ni qo'shsam 24. 24 ni 8 ga bo'lsam qoldi 0 chiqadi. Demak, qoldi 0 ekan deb qo'ysam bo'ladi. Har qanday sonni qo'yib tekshirib ko'rsanglar to'g'ri bo'laveradi. Hop, 16-savolimizda aytilyapti. Yuqoridagi jadval asosida berilgan tasdiqlardan qaysilari to'g'ri? Nodir o'quvchilar orasida ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan. Mana Nodir ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan deyapti. Mana ikkita topibdi. Bu mana ulardan ko'ra ko'proq topibdi. Mana Otabek Farangizdan ko'ra. Demak, bu gap xato. Eng kam topmagan. Otabekdan Farangizdan ko'p topgan. Bizda 5 nafar o'quvchining tabiiy fandan to'g'ri javoblar soni o'rtacha 8. Mana tabiiy fandan o'rtacha bahosi 8 chiqish kerak ekan. Ya'ni hammasini qo'shib turib 1 2 3 4 5 ga bo'lsak 8 chiqish kerak ekan. Qo'shamiz demak. 9 ga 5 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak 14, 14 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 22, 22 ga 8 30, 30 ga 11 ni qo'shsak 41. 41 ni bo'lamiz 5 ga. Mana. Xo'p. 41 ni 5 ga bo'lsak 8 kere 5 40 bo'ladi. 1 oshib qoladi. Qarang, bo'lganimizda aynan 8 chiqmayapti. Qoldi ham qolyapti. Demak, o'rtacha baho 8 deb ayta olmaymiz. 8 dan sal oshiqroq ekan. Xo'p, sizda Otabek Faridadan 2 marta kam to'g'ri javob topgan. Mana Otabekni belgilaymiz, Faridani belgilaymiz. Xo'p, Faridadan 2 marta kam to'g'ri javoblar topgan. Mana Farida jami hisobda 19 ta topibdi. Otabek esa jami hisobda 9 ta topibdi. Endi aytayapti, Otabek Faridadan 2 marta kam. Yo'q, agar mana 18 bo'lganda 18 9 dan 2 marta ko'p bo'lardi, u 4 tushib qolardi. Lekin hozir 19 bo'lgani uchun 2 marta kam emas, 2 marta 19 9 ga bo'lsa 2 martadan ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bu ham xato ekan. Hammasi xato. Ya'ni qaysilari noto'g'ri deyapti-kan. Demak, hammasi noto'g'ri ekan. Barchasi degan to'g'ri javob tanlaymiz. D javob ekan. Xo'p, 17-savol mana o'tgan yili o'quvchilarimiz maza qilib yechgan savollardan bittasi n ning qiymatini toping deb qo'yibdi. N ning qiymatini top. Demak, 13 qo'shilgandan keyin 19 bo'lib qolayotgan bo'lsa, 19 dan 13 ta ayirib yuborsak, mana bu joy 6. 6. 6 ga 20 ni qo'shsak, mana bu joy chiqyapti ekan. Demak, 6 ga 20 ni qo'shsak 26. 26 15 n ga 15 qo'shsak 26 chiqyapti ekan. Demak, 26 dan 15 ta ayirib yuborsak, n ning qiymati 11 lik kelib chiqib qoladi. To'g'ri javob A. Xo'p, keyingi qiymatimiz 18-savolimizda 5 burchakli piramidaning deyapti. Mana 5 burchakli piramidani chizib olamiz. Mana demak 5 burchakli piramidani yuzalari soni va qirralari soni yig'indisi. Qirralari pastda 5 ta bo'ladi, tepada ham 5 ta bo'ladi. Mana pastdagi 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta tepada. Umumiy hisobda 10 ta qirrasi bor. Yuzalari soni degani, demak, yoqlari soni degani mana pastda bitta devor, yonboshlarida bittadan 5 ta devor bo'ladi. Umumiy hisobda 15 ta bo'ladi ikkalasi. Demak, qo'shiradigan bo'lsam 15 ta chiqar ekan. To'g'ri javob A. Keyingisi 19-savol mana o'tgan yil o'quvchilarni sal-palgina qiynagan, lekin oson savol. X va Y markazli aylanalar rasmda ko'rsatilgan dek joylashtirilgan bo'lib, PQ mana PQ 20. PQ 20 degani katta aylananing diametri 20 degani. Demak, radiusi 10. Bu yerdan bu yergacha, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofalar 10. Va HS ning qiymati 4 ekan. 4. Mana 10 dan 4 olib borsam, demak, kichkina aylananing diametri 6 lik kelib chiqadi. Diametri 6 bo'lsa, mana radiuslari 3 dan bo'ladi, kichkina aylanani va XY kesma uzunligi. XY kesma uzunligi mana mayda-maygacha. Mayda-maygacha S gacha 4, S dan Y gacha 3 qo'shilsa 7. Xo'p, to'g'ri javobimiz S ekan. Xo'p, keyingisi 20-savol. To'g'ri javobimiz C. Xo'p, keyingisida 20-sida
Dekart koordinatalar sistemasida ikkita bir xil kvadrat yonma-yon turibdi. Mana shu joyga e'tibor berasizlar, kvadrat ekan. Demak, bittasi 17 yu 5 degan nuqtada ekan, ya'ni x dan 17 ga to'g'ri kelyapti ekan, y dan 5 ga to'g'ri kelyapti ekan. Mana bunisi esa 12 ga to'g'ri kelyapti ekan. Endi mana bu joydagi uzunlikni topib oladigan bo'lsam, bu joyda uzunlik bu yoqda uzunligiga teng. 12 dan 5 tayyorganimga teng. Demak, bu yerda 7. Bu yerda 7 bo'lsa, mana bu tomon ham 7 kvadrat bo'lgani uchun va ikkalasi teng kvadrat bo'lgani uchun bu ham 7 bo'ladi. Demak, mana bu joy 7 bo'ladigan bo'lsa, men mana bu joydagi koordinatani topish uchun mana bu 17 degan qiymatga 10 turli qo'shishim kerak. Demak, 31. X ni qiymati 31 bo'lsa, 31 u 12 degan nuqtaga to'g'ri kelar ekan. Bu yerda qiymati 31 12. To'g'ri javob B. Keyingi savol, 21-savolimizda aytyapti. 5 ta ishchi 80 minutda 9 ta detal tayyorlaydi. 20 ta ishchi necha minutda 36 ta detal tayyorlaydi deyapti. Bu savollarda biz 5 birlik qoidasiga tushadigan savollar deymiz. Ya'ni 5 birlik qoidasi qanaqa? 5 80 36 ni ko'paytmasi 20 x 9 ni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa ko'paytma, mana bunaqa ko'paytmaga teng bo'ladi mana. Demak, ya'ni 5 ko'paygan 8 40, 0 ko'paygan 36 barobar 20 ko'paygan x ko'paygan 9. X ni qiymatini topish uchun ko'paygan 20 bilan ko'paygan 9 ni bo'luv qilib olib o'tishimiz kerak. Ya'ni 400 ko'paygan 36 bo'lingan 20 ko'paygan 9. 400 ni 20 ga bo'lib olsak 20. 36 ni 9 ga bo'lsak 4. 20 ni 4 ga ko'paytirsak 80. Demak, D javob to'g'ri ekan. Keyingisi. O'yinchoqlar do'konida Demak, 22-savolimizga qarasak, o'yinchoqlar do'konida mashina, poyezd va samolyot sotiladi. Demak, barcha mashinalar bir xil narxda, poyezdlar bir xil narxda, samolyotlar bir xil narxda. Mashina va samolyotni birgalikdagi narxi 100 ming so'm. Xo'p, 3 ta samolyot va mashinani birgalikdagi narxi 190 ming so'm. Samolyot va poyezdni birgalikdagi narxi 110 ming so'm. Shunga ko'ra poyezdning narxini so'rayapti. Demak, sistemani yechishimiz kerak. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi va ikkinchi sistemalarni ayirib yuboradigan bo'lsam, mana 3 ta samolyot ayirasam 2 ta samolyot, mashinadan mashinani ayirasam 0, 190 dan 100 ayirasam 90 ming qoladi. Demak, mana shu yerdan topib olsam bo'ladi. Samolyotdan narxi 45 ming ekan. Xo'p, demak, samolyotdan narxi 45 ming bo'ladigan bo'lsa, samolyot 45 mingga bitta mo'g'richa bo'ldi. 45 mingga nimani qo'shsam 110 ming bo'ladi deyapti. Ya'ni poyezd topish uchun 110 mingdan 45 ming chopamiz. Xo'p, 110 ming. Xo'p, ayrilgan 45 ming. Ayirib yuborsam 0 0 0, 10 dan 5 ayrsam 5, 10 dan 4 ayrsam 6, 65 ming ekan. To'g'ri javob C. Keyingisi 23-savolimizda aytyapti. To'g'ri to'rtburchak perimetri 28. Ya'ni to'g'ri to'rtburchak mana perimetrini topish uchun A ni B ga qo'shamiz va 2 ko'paytiramiz. Shunda hisobimiz 28 chiqyapti ekan. Perimetr 28 degani A ni B ga qo'shib 2 ko'paytirsa 28 chiqadi degan. Demak, tomonlarning qo'shilmasi 28 2 ga bo'lsam 14 ga teng chiqadi. Yuzasi esa 24. Ya'ni A ni B ga ko'paytirsak 24 chiqish kerak ekan. Uning uzunligi va kengligi farqini toping deyapti. Tasavvur qilinglar, ikkita sonni qo'shsam 14, ko'paytirsam 24 chiqish kerak ekan. Misol uchun men bularni 6 bilan 4 desam, 6 kira 4 24 chiqaveradi, lekin 6 bilan 4 ni qo'shsam 10 chiqib qoladi, 14 chiqmaydi. Shuning uchun A bilan B ni qiymati majbur 12 va 2 bo'lishga. 12 kira 2 24, 12 2 ni qo'shsa 14. Demak, mana shu tomonlarning farqini so'rayapti, ayirib qo'ysa 10 bo'ladi. Keyingisi 24-savol. 24-savolda quyidagi kub yoyilmasidan kub hosil qilinsa, qaysi ikkita nuqta ustma-ust tushadi deyapti ekan. Demak, mana bu tomonga bu tomonni tikkalasak, bu tomonga bu tomonni tikkalasak, bu tomonga buni tikka qiladigan bo'lsak, mana shu joyni tikka qilganimizda ikkalasi ham tepaga ko'tariladi. Tepaga ko'tarilganda mana bu joyini yana bitta buklab turib, buni shapka qilib yopib qo'yamiz tepaga. Mana asosini qoplab turadigan bo'lib yopiladi. Xo'p, bu yopilgan paytda B-imiz tepada, C-imiz ham tepada bo'lib qoladi. Endi bu yopilgan paytda mana bunaqasiga bunday yopadigan bo'lsak, E tomoni X bilan tushib qolar ekan. E tomoni X bilan. Ya'ni buni yaxshiroq ko'rish uchun yasab ko'rsanglar yaxshi. Mana shu shaklda yasab turib, nuqtalarni belgilab turib, mana shuni asos qilib turib terasizlar. Terganinglarda
mana bu tepaga ko'tariladi. Tepaga ko'tarilgan vaqtida mana bu tomon S tomon bu yoqqa o'tib qoladi. Tepasiga mana X tepasida S tomon turadi va buni pastida E nuqta yotib qoladi. E nuqta, ya'ni E nuqta X bilan ustma tushib qoladi. Shuning uchun to'g'ri javob C bo'ladi. 25-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, Dilnura, Aziza va Nodira jami 42 ta olma bor. Dilnura 9 ta olmani Azizaga berdi. Mana. Demak, mana shunaqa misollarga chekkanda Dilnura, Aziza, Nodira deb yozib olish kerak. 9 ta olmani Azizaga berdi. Shundan so'ng ularning har birida teng miqdorda olma bo'lib qoldi. Qaranglar, teng miqdorda bo'lib qoldi. Bu 9 ta olmani shirigiga berdi. Ya'ni u olmani yeb qo'ymadi yoki tashlab yubormadi. Shuni hisobiga 42 ta olma teng miqdorda bo'lib qolgan bo'lsa, 3 ta o'rtoqda har birida 14 tadan bo'lib qolgan bo'ladi. Bunda ham 14 ta, bunda ham 14 ta, bunda ham 14 ta. Endi Dilnura 9 ta olmani berib yuborgandan keyin 14 ta qolibdi. Demak, Dilnurada dastlab qancha bo'lgan desa, 14 ga 9 ni qo'shamiz. Dilnurada 23 ta bo'lgan. Va Azizada 9 ta qo'shilgandan keyin 14 ta bo'lib qolgan bo'lsa, demak Azizada dastlab 5 ta olma bo'lgan. Xo'p, endi dastlab Aziz va Nodirda jami nechta olma bo'lgan? O'zi jami uchalasida 42 ta bor edi. Endi 42 tadan mana Dilnuranikini ayirib olsam, Aziz bilan Nodirdan nechta bo'lgani kelib chiqadi. Demak, 23 chopib ko'ramiz. 12 dan 3 dan ayirsak 9, 3 dan 2 dan ayirsak 1, 19 ta bo'lgan ekan. Keyingi savolimiz 26-savolimizda quyidagi shakllardan nechtasi ikkinchi darajali aylanish simmetriyasiga ega? Xo'p, mana shu savol o'tgan yil rosa ham o'quvchilarda chalg'itgan nalinaqi savol bo'ldi. Butun respublika bo'yicha hattoki ko'p ustozlar ham o'quvchilar ham bilmadi. Ikkinchi darajali aylanish simmetriyasi nima degan desa, biz berilgan shaklni 360 gradusga burganimizda o'zi bilan necha marta ustma tushsa, shuncha darajali simmetrik shakl deyiladi bu. Misol uchun mana bu shakldan boshlaylik. Mana bu shaklimizni men mana bu nuqtasini bunday aylantirib, burib turib qaytib kelganimdagina o'zi bilan ustma tushib qoladi. Shuning uchun bu birinchi darajali simmetrik shakl deyiladi. Birinchi darajali. Endi H ni qarasam, H ni qiymati birinchi mana bu holatga o'tadi. 90 gradusga burganimda. Keyin yana bitta aylantirsam, mana bu holatga qaytadi, ya'ni o'zini holatiga qaytadi. Keyin yana bitta bursam, yana mana bu holatga qaytib qoladi. Keyin yana bitta bursam, yana o'zini holatiga qaytib keladi. Ya'ni shuni 360 gradusga aylantirgan bo'laman. Ya'ni mana bu nuqtani ushladik. Keyin mana ushlagan nuqtamizni birinchi yotkizdik. Keyin ushlagan nuqtamizni yana bitta yotkizdik. Keyin ushlagan nuqtamizni yana bitta yotkizdik. Keyin ushlagan nuqtamizni yotkizdik. Umumiy hisobda mana bu joy B ga o'tdi, bu yerga o'tdi, bu yerga o'tdi va mana bu joyga qaytdi. Ya'ni 360 gradusga aylandi. 360 gradusga aylantirganimizda o'zini holati bilan, mana H holati bilan, mana bu H holati teng tushib qolyapti. Demak, ikkinchi darajali simmetrik shakl deya olamiz buni. Endi mana buni topamiz. Buni bitta aylantirgan vaqtimda bunday holatga o'tadi. Ya'ni o'zi bilan ustma tushmaydi. Ikkinchi marta aylantirganimda mana misol uchun mana bu nuqtani bunday belgilab olsam, mana shu belgilagan nuqtam birinchi bu yoqqa tushadi. Keyin mana shu belgilagan nuqtam bu yoqqa bunday chiqadi. Keyin yana bitta aylantirganimda belgilagan nuqtam yuqoriga chiqadi. Bu pastga tushadi. Keyin yana bitta aylantirgan vaqtimda o'zini holatiga qaytib keladi. Ya'ni bu yerda e'tibor beradigan bo'lsam, men mana bu nuqtani birinchi bu yerga o'tkazdim, keyin bu yerga o'tkazdim, mana bu yerga, keyin bu yerga o'tkazdim, keyin qaytartirdim. Ya'ni dumaloq qilib 360 ga aylantirib bo'ldim. 360 ga aylantirganimda mana bunaqa shakldan o'zi bilan necha marta ustma tushyapti. Ya'ni xuddi shunaqa shakldan nechta hosil bo'lyapti? Bitta bo'lyapti va oxirida yana bitta bo'lyapti. Demak, bu ham ikkinchi darajali deya olaman. Demak, mana shu shakl bilan bu shaklimiz ikkinchi darajali simmetriya ekan, mana bu ikkinchi darajali simmetriya emas ekan. Demak, ikkitasi shunaqa xossaga ega ekan. 27-savolni qaradik. 27-savolimizda nima deyapti? 27-savolimizda P va Q yuguruvchilar dastlabki 7 sekundda bir xil masofa bosib o'tdi. Mana rostdan P 0 dan boshladi, Q ham 0 dan boshladi. Hammasi bu P ham 25 ga chiqibdi, Q ham 25 ga chiqibdi. Ya'ni mana 25 metr masofaga ko'tarilishibdi. Endi tasdiqlardan qaysilari to'g'ri? P va Q yuguruvchilar dastlabki 7 sekundda bir xil masofa o'tgan. Mana 7 sekund vaqt o'tyapti. Ikkalasi ham 25 ga ko'tarilyapti. Bu gap to'g'ri.
Xo'p, oxirgi 2 sekund P yuguruvchi Q yuguruvchidan ko'proq masofa bosib o'tgan. Mana oxirgi 2 sekundda, mana oxirgi 2 sekundlik maydadan maygacha bo'ladi. Mana shu yerdan maygacha oralig'ida qaraymiz. P yuguruvchi mayda maygacha bosib o'tgan, Q yuguruvchi esa mana yerdan mayqacha masofa bosib o'tgan. Demak, Q yuguruvchi ko'proq masofa bosib o'tgan P ga qaraganda. Lekin bu yerda nima deyapti? 2 sekundda P yuguruvchi Q yuguruvchidan ko'p deyapti. Ya'ni P mana ko'p, mana yurgan masofasi mana undan ko'p deyapti. Demak, bu gap xato. Xo'p, keyingisi Q yuguruvchi dastlabki 5 sekundda tezligi so'nggi 2 sekunddagi tezlikdan kam. U endi menimcha to'g'ri, chunki dastlabki 5 sekundda bu 15 ga ko'tarilgan xolos, mana 5 sekund harakat qilib. Lekin oxirgi 2 sekundda 15 dan 25 ga ko'tarilib ketgan. Ya'ni tezlik ko'tarilib ketgan. Shuning hisobiga bu gap to'g'ri bo'ladi. Demak, qaysilar to'g'ri deyapti? A bilan C to'g'ri ekan. Avasi D javob ekan. 28. Hop, 28 zamon o'tgan ayla tushgan eng yaxshi savollardan bittasi. Suv to'la idish va suvning og'irligi 1300 gram. Demak, qaranglar, bu yerda suv to'la idish va suvning og'irligi deyapti. Bu yerda ikki xil og'irlik bor. Idishda og'irligi bor. Idish bor va ichidagi suv bor. Idishdagi og'irligi va suvning og'irligi 1300 gram ekan. Gram. Bo'sh idishning og'irligi, ya'ni bo'sh idishda og'irligi degani suvi yo'q degani, u 160 gram ekan. Demak, suvda qanchaligini shu yerdan topib olsak bo'ladi. 1300 dan 160 topib tashlasak, suvda og'irligi kelib chiqadi. Suv teng 1300 arilgan 160. Demak, 1140 gram suv bor. Endi aytyapti, 4 dan 1 qismiga suv quyilsa idishda. Demak, 1140 to'ldir suv edi. Buni 4 dan 1 qismi qancha bo'ladi? Buni topamiz. Hop, ikkita beramiz, 8 bo'ladi. 34 ichida 8 ta bor, 20 ichida 5 ta bor. 285 gram suv quyibmiz. Ya'ni mana bu idishga mana buncha suv quydik. Suvning og'irligi 285 gram. Shunda deyapti, suv va idishning og'irligi qancha bo'ladi deyapti. Demak, idishning og'irligi 160 edi. Buni ham qo'shib o'ramiz, chunki idishning ichiga suv quyilyapti. Suv 285 bo'lsa, idish bilan qo'shilib 5, 14, 3, 4, 445 gram bo'lib qoladi. To'g'ri javob B. Xo'p, keyingisi kub yoyilmasining perimetri deyapti. Mana kub yoyilmasi deganda mana bunaqa narsa tushuniladi mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana. Yoyilmasining perimetri kubda. Kubda hamma tomon teng bo'lgani uchun mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta va mana bu joy bilan 14 ta A dan iborat bo'ladi yoyilganida perimetri. Bu 70 ga teng ekan. Demak, kubni tomoni 5 ga teng. Kubni to'la sirtini yuzasini topish uchun 6 ko'paygan ishlatamiz. Demak, 6 ko'paygan 5 kira 5, 6 kira 5 30, 30 kira 5imiz 150 bo'ladi. To'g'ri javob B javob ekan. Xo'p, keyingisi 30-savolga qaraydigan bo'lsak, quyida o'lchamlari 14 ga 32 ikkita bir xil to'g'ri to'rtburchak rasmda ko'rsatilganda joylashtirilgan hosil bo'lgan shaklning perimetrini so'rayapti. Demak, bu yerga e'tibor bersak, mana bu tomonni qiymatini topganimdan ko'ra men mana bu joyni topganim oson, shuning uchun mana yerga chiqarib olamiz. Mana bu joyni topganimdan ko'ra men mana yerga topganim osonroq, shuning uchun mana bu joyni chiqarib olamiz. Xo'p, demak, mana bu joyning qiymati bu joyga teng, bu joyning qiymati bu joyga teng. Shuning uchun men mana bu joylarni hisoblashdan ko'ra bu joylarda hisoblasam yaxshiroq. Ya'ni mana bu to'rtburchakning perimetrini hisoblasam, mana shu berilgan shaklning perimetridan hisoblaganimga teng chiqaveradi. Mana misol uchun isbotlab beraman. Hozir bu tomoni 14 ekan, bu tomoni 32 ekan va mana bu joy 20 ekan. Demak, mana jam 32 bo'lsa, 32 dan 20 ni olsam, bu yerdan bu yergacha 12. Demak, bu yerdan bu yergacha 12. Xo'p, bu yerdan bu yergacha 14 bo'lsa, bu yerdan bu yergacha ham 14. 14 dan ikkitasi 28. Mana bu tomon esa 44. Perimetrini topish uchun 44 bilan 28 ni qo'shamiz va 2 ko'paytiramiz. Xo'p, 60, 72 kare 2. Kare 4, kare 14, 144 perimetr ekan. Endi kelinglar boshqacha usuldan o'rgatib qo'yaman. Mana misol uchun har bitta tomonni topib ishlasa ham bo'ladi. Mana bu tomonning qiymati 14 ga teng, bu yog'i 14 ga teng, bu yog'i 14 ga teng, 32 ga teng. 32 dan 20 ni olsam, bu yerdan bu yergacha 12. 32 dan 20 ni olsam, bu yerdan bu yergacha 12.
Mana demak 14 dan bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta bor. 14 kara 4. Mana perimetr topibman. Qo'shilgan 32 dan bitta bor, 2 ta bor. 32 dan 2 ta. Qo'shilgan 12 dan bitta, 2 ta bor. 12 dan 2 ta bor deymiz. Mana hammasini qo'shsak, 144 chiqadi. To'g'ri javob A bo'ladi. Tahlil uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu misollarni yaxshi o'rganib, tahlilni yaxshi o'rgangan o'quvchilar, xudo xolisa imtihondan yuqori natijalar olib chiqadi. Erinmasdan qaytadan yechib, kerak bo'lsa 2 marta, 3 marta yechib, keyingisini 4-chi, 5-chi marta ota-onalarga 4-sini, 5-sini tushuntirib bersanglar, inshaalloh manfaatli bo'ladi rosa.